Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizda 77-bitdan davom ettiramiz. Iqro'il misala thumma hawwilil jumalal atiyata mislahu. Misolni o'qing, so'ng misol kabi quyidagi jumlalarni o'sha misol kabi ko'rinishga o'zgartiring. Anta zahabta ilal madrasati. San maktabga bording. Antum zahabtum ilal madrasati. Sizlar maktabga bordinglar. Anti anta zahabta, anta kharajta minal fasli. San sinfdan chiqding. Antum kharajtum minal fasli. Sizlar sinfdan chiqdinglar. Anta jalasta fil fasli. Sen sinfda o'tirding. Antum jalastum fil fasli. Sizlar sinfda o'tirdingizlar. Ayna zahabta ya akhi. Ey og'ayni, qayerga ketdingiz? Ayna zahabtum ya ikhwanu. Ey og'aynalar, qayerga ketdingiz? Limadha kharajta minal fasli ya waladu. Nimaga sinfdan chiqding ey bola? Limadha kharajtum minal fasli ya awladu. Nimaga sinfdan chiqdingizlar ey bolalar? Al kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Al hafidatu, nabira, ibnul ibni, o'g'ilning o'g'li. Aw ibnul binti, yoki qizning o'g'li. Jami hafadatun, ko'pligi, ya'ni nabiralar. Al kulliyatu, fakultet. Kulliyatun, fakultetlar. Kulliyatu tibbi, tibbiyot fakulteti. Kulliyatul adabi, odob fakulteti, ya'ni pedagogika fakulteti. Kulliyatul handasati, muhandislik, loyihachilik fakulteti. Kulliyatu tijarati, biznes fakulteti. Al mahkamatu, sudxona. Xo'sh. Al akhu, aka. Ikhwatun va ikhwanun. Akalar so'zi ikki xil ishlatilishi mumkin ekan. Ikhwatun ham ishlatilishi mumkin, ikhwanun ham ishlatilishi mumkin. Demak, akhun aka, ko'pligi ikhwatun yoki ikhwanun, akalar degan ma'noda keladi. Ahlan va sahlan va marhaban. Umumiy olganda xush kelibsiz deb ma'no beriladi, lekin ahlan degan ma'nosi demak o'z ahlingga kelibsan, ya'ni sen biz seni ahlingmiz. Bu yerda hech qanaqa qiyinchilik ko'rmaysan degan ma'noda. Va sahlan, yengil joyga kelibsan. Og'ir emas, senga og'ir botmaydigan yengil joyga kelibsan degan ma'noda. Va marhaban, marhabo bo'lsin. Marhabo, kelganing yaxshi bo'ldi degan ma'noda. Demak, mana bu qisqartma so'zlar har bittasi o'sha alohida ma'no bildiradi va o'sha ma'lum bir gaplarni qisqartmasi hisoblanadi. Demak, xush kelibsiz deb umumiy ma'no bersak bo'ladi. Al Yunanu, Yunoniston, ya'ni Gretsiya. Mahkamatun, mahkamatun, sudxona, sudxonalar. Al baladu, al baladu shahar yoki davlat ma'nosida ham ishlatiladi. Biladun, davlatlar. Min ayyi biladin anta, sen qaysi shaharlardansan, yoki min ayyi baladin anta bo'lsa, sen qaysi shahardansan degan ma'noda ishlatiladi. Demak, mana shu yergacha o'qiganimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.